3 yil srogim qoldi. 38 yil srok bergandim. Oxirgi 3 yilda уже lagerimizni jovdi tarqatib boshladi boshqa lagerlarga. O'shanda nachalnik aytdi, "Ya urushga ketasan" dedi, "Ya dedi, rejimga borasan" dedi. O rejim endi baldar aytdi, "Вообще qiyin" dedi baldar. Yaxshilik turdik. Ketdik, 3 ta odam edik. 2 ta ruskiy, men o'zbek. 3 kishi ketdik. Borib, boyagi tochkaga borganda уже o'zimiznikilar deb o'yladik-da, endi bizga komandir aytdi, "Ruskiy soldatlar" dedi. Kirib borsak, ukrainskiy soldatlar. Sразу bizni plenga oldi. Afsus qiladigan narsam, jilat qiladigan narsam. Hozir agar Rossiyaga qaytib borganimda ham yana передовойga jo'natadi. O'zbekistonga qaytib borsam meni qamaydi. O'zbek pasporti уже отказ bo'lgan. Просто hayot yo'qoldi-da aka. Tushunyapsizmi? U yoqqa ham emas, bu yoqqa ham emas. Shu tomondan nima desam bo'ladi, o'ylanaman-da, uyga qaytish yo'q-da endi menda hozir. Qancha o'liklarni ko'rdim. Yotibdi shunday, nima desam, hech kim qaramaydi, o'likni hech kim olib ketmaydi hamda. Chirib ketgan suyaklarigacha 90% odam o'lib ketadi, передовойga kelgan odam. Редкий случай menga o'xshab plenga tushib qoladiganlar. O'zimnikilarga, o'zbeklarga, umuman вообще musulmonlarga, o'zbek, qirg'iz, tojik, qozoq kim bo'lsa-da kontrakt bu yaxshi narsa emas. Shu tomonlari nima desam bo'ladi, pul uchun odam o'ldirish og'ir gunohda. Pul, bir so'm pulni ham ko'rganim yo'q. Pasport dedi, pasportni ham ko'rganim yo'q, pasport ham yo'q. O'zini yurtini himoya qilsin, begona yurtga kelib urushgandan keyin. Qirg'iziston bo'lsa, Qirg'izistonni himoya qilsin, O'zbekiston, O'zbekistonni. Pul uchun, pasport uchun bu ahmoqning ishida. Ahmoq bo'lmasin yurtdoshlarimiz. Наемников из Центральной Азии, оказавшихся в плену в Украине, на родине может дать длительный тюремный срок, а в России после обмена повторная отправка на фронт. Поэтому некоторые из согласившихся на интервью предпочитают скрывать свои лица и имена. Саламатсыздарбы, бизге ошол интервью бергениңизге макулсузбу? Макул, yaxshi. Өзүңүздү кантип тааныштырат элеңиз? Men O'zbekiston fuqarosiman. Rossiyaga keldim, ishlagan 2018-yilda. Rossiyaga kelib 2 yil 5 oy ko'chada ishladim. Undan keyin narkotikka aralashib qamalib qoldim. Rossiyada 5 yil o'tirdim turmada. Силер эмне болуп кармалып калдыңыз? Хранение же распространение? Распространение bilan. Undan keyin Rossiyada 5 yil o'tirdim. Urush bo'ldi, keldi, olib ketamiz dedi. Men yo'q, kontrakt yozmadim, o'tirdim 5 yil. 3 yil srogim qoldi. 38 yil srok bergandim. Oxirgi 3 yilda уже lagerimizni jovdi tarqatib boshladi boshqa lagerlarga. O'shanda nachalnik aytdi, "Ya urushga ketasan" dedi, "Ya dedi, rejimga borasan" dedi. O rejim endi baldar aytdi, "Вообще qiyin" dedi baldar. Shunda urushga yozdim-da, endi urushga aytdim, endi yerda bir 2 so'm pulini bersa dedi, aqchasini bersa передовойga qo'yib qo'ydi deb. O'shanda yozdim, pulni kerak emas, men ozod bo'lib uyga ketsam bo'ldi deb. 2 hafta poligonda bo'ldik, podgotovka bo'ldi. Donetsk oblasti edi. Endi meni qayerdaligini bilmayman, endi Donetsk oblasti edi. Podgotovkadan keyin
Передовga chiqib boshladik. Ikkita, to'rtta bo'lib gruppa bilan. Men bir o'zimni olib ketdi. Aytdi, "Sening gruppang" dedi. Nima oldinda o'tiradi dedi. O'sha yerga qo'shilib ketasizmi? Chiqib gruppa bilan nima qildi? Zadaniya bergan jo'q bizga aytdi, "Tochkaga boringlar" deydi. Kartada tochka bilan yurdik. Har kuni ikkita, uchta tochka yuramiz, o'tiramiz, doklad beramiz. Undan keyin 2 kun yurdim. 2 kun Perdoyda prosta yo'lda yurdik. Oldinga chegaragacha. 3-chi kuni ertalab bizga zadaniya berdi. Kartada bir 10-tochka dedi, o'sha yerda dedi. O'zimiz soyuzniklar dedi. O'sha yerga borib, shora qo'shilib o'tirasizlar dedi. Bu kiribdi. Yaxshidek turdik. Ketdik, 3 ta odam edik. 2 ta ruskiy, men o'zbek. 3 kishi ketdik. Borib, boyagi tochkaga borganda уже o'zimiznikilar deb o'yladik-da, endi bizga komandir aytdi, "Ruskiy soldatlar" dedi. Kirib borsak, ukrainskiy soldatlar. Sразу bizni plenga oldi. Plenga olib, bir yomon отношение qilgan yo'q, so'kkan yo'q, urgan yo'q. Yaxshi gaplashdi. Hech narsa trebut ham qilmadi. Suv berdi, qornimiz to'yg'izdi. Podvalga keldik, u yerda doproslar bo'ldi. Shu qanday kelding, nima bo'ldi? Qanday kontraktga qo'l qo'yding, nimaga qo'l qo'yding degan savollar. Hech kim urgan yo'q, so'kkan yo'q. Men ko'rdim Perdoyda afsus qiladigan narsam, jilat qiladigan narsam. Hozir agar Rossiyaga qaytib borganimda ham yana Perdoyga jo'natadi. O'zbekistonga qaytib borsam meni qamaydi. O'zbek pasporti uchun отказ bo'lgan. Просто hayot yo'qoldi-da aka. Tushunyapsizmi? U yoqqa ham emas, bu yoqqa ham emas. Shu tomondan nima desam bo'ladi, o'ylanaman-da, uyga qaytish yo'q-da endi menda hozir. Yo ota-onam kelish kerak Rossiyaga, uyini tashlab, işte meni ko'rish uchun. Yo men O'zbekistonga borib o'tirishim kerak, qamoqda yana necha yil, Alloh olim. Qancha o'liklarni ko'rdim. Yotibdi shunday. Nima desam, hech kim qaramaydi, o'likni hech kim olib ketmaydi hamda. Chirib ketgan suyaklarigacha Rusda yotibdi. Bir kun keladi, biz ham shunday o'lib ketamiz-da, agar shu turish nima bo'lsa. Prosta bu telefonda, yangiliklarda ko'rib, bu narsalar hammasi yolg'on. Perdoyda umuman boshqacha narsalar. Hozir faqat dron ishlaydi, dron bilan uradi yoqdan bu yoqdan. Sizga aytadi, shu yerga borib o'tir deydi, o'zingizga otadi, men ham yotdi. Ukrainlar sizga otadi, ikki tomonda o'rtada qolib ketasiz prosta. Shu tomonlarda nima qiladi? O'zimnikilarga, o'zbeklarga, umuman shu musulmonlarga, o'zbek, qirg'iz, tojik, qozoq kim bo'lsa-da, prosta kontrakt bu yaxshi narsa emas. Shu tomonlari pul uchun odam o'ldirish og'ir gunohda, jazosi yerda olmasa ham Alloh taolada oladi, kim din bilan olganda. Nima ham deymiz aka, boshqa biz qildik, boshqalar qilmasin aka hech kim. Siz o'shanda kontrakt qilganda neni oldingiz? Pul oldingizmi? Olgan jo'qsiz? Yo'q. Pul abishat qildi, lekin men pulni olmadim. Ko'rganim ham yo'q. Menga aytdi, короче, Chechen 40 ne bu dedi. 23 kunda уже men biziga chiqdim. 23 kun bo'lsa, 24-kuni уже plenga tushdim. Pul, bir so'm pulni ham ko'rganim yo'q. Pasport dedi, pasportni ham ko'rganim yo'q, pasport ham yo'q. Qaytib borsang beradi deyishyapti. Qaytib borib bergandan keyin mobilizatsiya qilib o'zingiz bilasiz, yana Perdoyga jo'natadi. Sizde meni qirg'izlar, o'zbeklarda ko'rishib, o'shalar mekendashtirgan ne deb aytadingiz siz? Aytadiganim, tinchlikka hech narsa yetmaydi. Tinchlik sotib olib bo'lmaydi ekan. Million puli bo'lsin sotib olib bo'lmaydi ekan. Tinchgina ota-onasini oldida ishini qilib
oilasi bilan yashasin aka. Yaxshi joy emas. 90% odam o'lib ketadi передовойga kelgan odam. Редкий случай menga o'xshab plenga tushib qoladiganlar. Chunki plenda asrda sizda aka birovni qo'lida, birovni uyiga oruja bilan kirib kelyapsiz. Sizni yaxshi kutib olish o'ta bir qiyin narsada. Avtomat bilan kirib, birovni bolasini, birovni onasini o'ldirishga kirib kelyapsiz, bunday bir oladigan bo'lsak. Vatandoshlarimga hammasiga aytaman, o'ta katta xato bir narsani qilmanglar. Qo'l qo'ymanglar hech qachon kontraktiga ham, boshqasiga ham. O'zini yurtini himoya qilsin, begona yurtga kelib urushgandan aka. Qirg'iziston bo'lsa Qirg'izistonni himoya qilsin, O'zbekistonni. Boshqasi boshqa o'zini davlatini, o'zini uyini himoya qilsin. Pul uchun, pasport uchun bu ahmoqning ishida. Ahmoq bo'lmasin yurtdoshlarimiz.